tuxum hidli, ezilib kasha bo'lib chiqqan tiftelli sizlarga ham yoqmaydimi? Menga ham yoqmaydi. Shuning uchun hozir sizlarga tuxum qo'shmasak ham ezilmay chiqadigan shirali tiftel jarkob tayyorlash usulini ko'rsatib beraman. Jarkob uchun birinchi bo'lib qizigan yog'da piyozni tilla rang bo'lguncha baland olovda qovurib olamiz. So'ng qirg'ichdan chiqarilgan 2 dona pomidor, 1 osh qoshiq yaxshi, sifatli Fukussimo tomat pastasidan va maydaroq to'g'ralgan svetofor bulg'or qarampirlarini qo'shib, yaxshilab qovurishda davom etamiz. Ketidan kartoshka savizi, sarimsoq piyoz, ta'bga ko'ra tuz va ustini ko'mgunicha suv qo'shib, yarim soat miltillatib qaynatib qo'yishimiz kerak. Bu orada tiftelchalarni tayyorlashga kirsak bo'ladi. 150 gram yog'siz qiymaga mayda to'g'ralgan 1 dona o'rtacha piyoz, 100 gram yuvilgan guruch, ta'bga ko'ra tuz, zira, murch qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Qizlarjonlar, shu porsiyalarga amal qilinglar. Agar piyoz va guruch ko'p sovorsanglar, tiftellar ochilib, kasha bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan qiymadan yong'oqdan kattaroq dumaloqchalarni yasab olamiz. Tiftellarni jarkobga solishdan oldin ozgina yog'da qizartirib qovurib olamiz, shunda yanada mazali bo'ladi. Qizartirib qovurilgan tiftelchalarni qozonga solib, past olovda 15, uzoq 20 daqiqaga dimlab qo'yishimiz kerak. Pishgan jarkobni issig'ida suzib, ustiga ko'katlar bilan dasturxonga tortamiz. Tiftellar juda ham shirali, sochni, eng asosiysi esa ezilib, ochilib ketmagan. Kartoshkalari ham yumshoqqina. Xullas, non bilan mazza qilib yeyishli bo'lib chiqadi. Bunaqa mazali taomni oshqozoningizni yengil hazm qilishi uchun tabiiy obi hayot mineral suvlaridan ichib yuboring. Shunda oshqozoningiz sizga rahmat etadi.